Jahongir ukamizni ikkala buyraklari ham qurib qo'ygan. Xudo xolasa bugun operatsiyaga ketish kerak. Iltimos qilib qolamiz, sizlardan yordam qilishlaringizni so'rab qolamiz, qadrdonlar. Assalomu alaykum yurtdoshlar, qadrdonlar, Shuhratbek Sobirov obunachilari, O'zbekiston xalqi. Salom berdik, qo'limiz ko'ksimizda. Hammalaring yaxshimisizlar? Bir ukamiz 1 yildan beri o'ta og'ir kasal. Hozir shu ukamizni oldiga video olgani keldik. Ichkariga kirib ko'rsataman. Sizlardan iltimos qilib qolaman, videolarni podelitsiya qilib tarqatinglar. Bittadan layklarni urib qo'ysanglar 10 ta odamga tarqaydi. Siz u bizni yaxshi harakatimiz bilan, siz u bizni ehsonimiz bilan bitta musulmon ukamiz oyoqqa turadi, qadrdonlar. Xudo xolasa hozir sizlarga kirib ko'rsataman. 1 yil davomida yotibdi ukamiz. Shahrixon tumani, Shahrixon tumani Xoldambek qishloqda turibmiz. Ichkariga kirib ko'rsataman, qadrdonlar. Assalomu alaykum. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Va rahmatulloh. Assalomu alaykum. Jahongir yaxshimisiz? Qora aka yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Qadrdonlar, O'zbekiston xalqi, sizlardan iltimos qilib video qilyapmiz. 1 yil davomida shu ukamiz ko'rib turganlaringdek shu holatda yotadi. Hozir siz u bizni yordamimiz ukamizga rosa ham zarar. Operatsiya qilinishi kerak. Bu yerni qora akam gapirib beradi, xudo xolasa. Qora aka. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Qadrdonlar, yurtdoshlar. Ukamiz kasal bo'lganiga 1,5 yilcha bo'ldi. Shunga qaramay qattiq shu kasal bilan olishib yotibdi. Ancha xalqqa yordam qildi, o'zlari uylarini ham sotishdi. 400 millioncha pul ketdi-da. Shunga mana xudo xolasa bugun kechqurun Toshkentga ko'rikka ketishyapti. Endi xudo xolasa umid katta, bir 30 millioncha pul yig'ilib qolgan. Yana bir 40 million, 50 millioncha yig'ilib qolsa, xudo xolasa operatsiyasi ancha bitib ketib qoladi. O'zi davlat yordam qilib 140 million beryapti ekan. Inshaalloh. Bundan tashqari yana jihozlarini bergani, yana bir 80 millioncha pul ketar ekan, hozir 30 millioncha pul bor. Shunga xalqimizdan iltimos yordam qilishlarini so'raymiz. Qora akam og'ir ahvolda yotib, ikkala buyraklari qurib qolgan. Kundan kunga o'zgarib boryapti, orqa tomonga o'zgarib boryapti-da. Ashunga yordam qilsa. Inshaalloh. Hamma narsaga Xudo o'zi yaxshini ham yomonni ham Xudo belgilab beradi. Lekin siz u biz sababchi bo'lamiz. Qadrdonlar, O'zbekiston xalqi, siz u bizni harakatimiz bilan shu bola bir musulmon do'stimiz oyoqqa turadi inshaalloh. Buyraklari qurib qo'ygan dedingiz-a? Ha, ikkala buyraklari qurib qo'ygan. Yoshi 23 yoshga yangi to'ldi, xudo xolasa. 23 ga to'ldi. Yosh hali. Iloyim oyoqqa turib ketsin, xudo xolasa. Albatta yordam qilishadi. Iltimos qilib so'rab qolamiz obunachilarimizdan. Videolarimizni ko'rib turgan aka-ukalar, iltimos sizlardan iltimos qilib so'raymiz. Qancha yordam qilsanglar ham qilinglar. Videolarimizni ko'p insonlarga tarqatinglar. Shu ukamiz oyoqqa turib qolsa, xudo xolasa, safimizga qo'shilib qolsa, albatta qaytaradi bu yaxshiliklarni. Inshaalloh. Inshaalloh. Alloh rozi bo'lsin. Hammalaringdan Xudo rozi bo'lsin. Videoda endi qisqaroq qilaveramiz. Hamma narsani gapirib o'tdik. Bugun kechga chiqib ketishar ekan Toshkentga. Xudo xolasa komissiyalardan o'tib operatsiyasini kunini belgilaydi ekan. Shu 40 millioncha yetishmovchilik bo'lyapti ekan. Pastga o'zlarining kartalarini qo'yamiz, telefon raqamlarini. Sizlarni iltimos qilib qolamiz. Jahongir ukamizga yordam qilishlarini so'rab qolaman. Jahongir, gaplaringiz yo'qmi uka? Hamma xalqimizdan Alloh rozi bo'lsin. Kimki yordam berib
Neki yaxshi niyat qilayotgan bo'lsa, hamma niyatlariga Alloh o'zi yetkazsin. Hammalaringizga rahmat. Ilohim, rahmat. Salomat bo'linglar qora aka. Bu yoq dadalari. Do'stlar, hozir o'g'limizga yordam bo'lib qoladiganimizga xursand bo'lib qolardik, Xudo xohlasa. Yaxshi Xudo xohlasa. Kecha ko'ylab, naqd-quvvatlaring, qo'llab-quvvatlashalaring, Xudoim. Inshaalloh. Inshaalloh Xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketadi, Xudo xohlasa. Shu gapim. Qadrdonlar, akamizni bir dona o'g'illari, ukamiz o'zi qori bola, yaxshi inson. Iltimos qilib qolamiz. Pastga karta raqamlarini qo'yapmiz. Qo'llaringdan kelganicha yordam qilishlarini so'rab qolamiz. Salomat bo'linglar.